Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Butun dunyodagi aziz xalqimiz. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 12-sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta har bir kundan boshlab har kuni huzuringizda bo'layotimiz. Bir-biridan go'zal temalar bilan ustozlarimizning ayti tafsiliy holatda qisqa vaqtimiz qisqa bo'lgan bo'lsa-mu, meg'izliq ma'lumotlarni berib kelyotdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu ulug' kunlarda bu Ramazonda tutgan ro'zimizdan boshlab barliq amallarimizni dargohida qabul qilib, bu vatansizlik pirog'ida kuyayotgan hasratimiz, kuyayotgan bu yuragimizda davomli. Chunki vatandagi xalqimizning mana shunday ulug' kunlardami qanday holatda yashayotganligini har birimiz his qilib turyapmiz. Bechora xalqimiz mushundaq ulug' kundir ro'zidan iborat mushundaq fazilatlik amalni xotirjam holatda qilinmaydigan darajada butun dunyoda yer yuzida nurg'un ishg'ol ustiga bombardimon qilinayotgan xalqmi yashamayotgan bir durum ahvolda yashayapti. Buningdek ichinishli bir kunni boshdan kechirayotgan bir millat bo'lmasi kerak yer sharida. Ana shundaq bir fojiada turyapmiz. Bu fojianing pat fursatda tugab shu vatanimizda beshimizda tik tutgan xotirjam hamma ishimizni qila oladigan bir zamonning kelishini taqozolik bilan kutyapmiz. Alloh shuningga tezroq erishtirishini tilaymiz Rabbimizdan. Bugun temamizda islomda vatanni qo'g'dash degan tema to'xtalganligimizni bugun e'lonimizda bergan tuqamdi. Shunga bugun biz vatansizlikning dardini eng ko'p tatgan bir millat bo'lishimiz bo'lganligimiz uchun bu temani biroz bir bevosita Ramazondagi ibodatlarga munosabatli bo'lmagan bo'lsa-mu, bu ulug' kunlarda bu haqdan biroz bir to'xtalaylik deb huzuringizda o'ltiribdik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan bizning nurg'un programmalarimizdagi doimli mehmonimiz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamar Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlik uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarix tilyotidi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Xo'sh, undaqda bevosita kirib ketsak programmamiz ustasida. Oldi bilan islomda shu vatan so'ygusiga qanday qaraydi deymiz. Bu haqda boshlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana peygamberimizge dua salamlar olsun. Vatan sevgisi insanın tabii karakter. Her qanday insanda bir karakter. Xo'sh. Vatanni yaxshi ko'rish bu insondagi tabiiy xarakterning va to'g'ri bir tafakkurning taqozosi. İnsanın tabiat buzulmagan bo'lsa, sotqinlik, xoinlik, ishpiyonlik deganga o'xshash, yoki mustabidlik, yoki buzg'unchilikda vatanni yaxshi ko'r. Buni tafakkuri, ideyasi buzulmagan bo'lsa, dushmanga yamsatilmagan bo'lsa, bu tabiiy vatanni yaxshi ko'rdi. Ham bu vatan sevgisi milliy kimlikning va diniy kimlikning bir parchasi. Milliy kimligimizni isbotlaymisak, vatan lozim. İslamiy kimligimizni isbotlash uchunmi, jo'g'rofiya jihatdan, siyosiy qimmat qarash jihatdan yana vatan lozim. Bu İslam'da vatanni söýüş, vatanni yaxshi ko'rish, vatanni qo'g'dash, vatanni mudofaa qilish, vatanning shon sharafini yuqori ko'tarish, vatan va millatning manfaatini himoya qilish, vatanning obro'yini, chegarasini qo'g'dash, vatanning boyligini himoya qilish va vatanning taraqqiy qilish uchun harakat qilish bu iymonning taqozosi. Bu e'tiqodiy masala, ibodat masalasi. Ammo afsuski biz Uyghur Müslümanlarda bu ufqum xata tushunilgan bo'lg'achqa yoki bu vatan ufqumi bir to'g'ri bir ong kelmagan bo'lg'achqa ibodatning qatoridan chiqarib o'taylik. Bu islom bilan munosabat yo'qdek, vatanni boshqasi bo'lgandek biz faqatla masbiy namozimizni o'qiy olsak, ro'za tuta olsak, musulmonligimiz tugadigandek oyinda bir ahvol kelib qolganlikdan bugun bu xorliqni ko'ryapmiz. Amaliyotda bu yuqori deganimizning hammasi bu iymonning taqozosi, iymonning talabi. Bunun Kur'an-ı Kerim "Vesta'marakum fiha" bu delil neçilgan deliller var. Vatanni taraqqiy qildirish, gullantirish Allah'ın buyruğu ko'rsatmasi.
Başqa dalillarni o'zining zamonida keltiramiz. Xo'sh. Qur'on sunnat qaraydigan bo'lsak, vatanni so'yish, vatanni yaxshi ko'rish, vatanni mudofaa qilish islomning yuksak maqsadlarining qatoridan o'rin oldi. Chunki vatan omon bo'lmasa, vatan xotirjam bo'lmasa, Allohga e'tiqod qilgan bo'lmaydi. Bugun boshqa millat tanımagan bilan biz bilamiz bu. Uyg'urlar bil. Vatan omon bo'lmasa, ibodat qilgan bo'lmaydi. E'tiqod qilgan bo'lmaydi. Jonni saqlagan bo'lmaydi. İzzet obro'ni saqlagan bo'lmaydi. Aqlimizni, fikrimizni, ideyamizni saqlagan bo'lmaydi. Mol mulkimizni himoya qilgan bo'lmaydi. İzzet sharafni himoya qilgan bo'lmaydi va boshqa huquqlarimizdan hech qanday birisini qo'g'digan bo'lmaydi. Vatan omon bo'lmasa. Xo'sh. Demak, bu yerda dinni qo'g'daymiz. Vatan qo'ldan ketdi, din qani. E'tiqod qani, axloq qani, madaniyat qani, boylik qani, hech narsa yo'q. Vatan omon bo'lmasa, yuqorqi narsaning hammadan ziyon tortadigan ish gap chiqadi. Vatan omon bo'lgan vaqtida dinimizni qo'g'day olamiz, jonimizni qo'g'day olamiz, aqlimizni qo'g'day olamiz, avlodlarimizni qo'g'day olamiz, mol mulkimizni, erkinligimizni hamma narsa qo'g'day olamiz. Millatning manfaatini himoya qilgan bo'ladi. Jamiyatni taraqqiy qildig'ini yuksaltgili bo'ladi. Yaxshilarga yetakligini bo'ladi. Yomonishi bo'lgan bo'lsa to'sqini bo'ladi. Eng muhimi xotirjam yashagan bo'ladi. Ibodat bilan birlikda. İslamning maqsadiga qaraydigan bo'lsak, bu islom musulmonlardan iymoniy jihatdan kuchli bo'lishini, axloqiy jihatdan kuchli bo'lishini, ilm-fan jihatdan, ilmiy jihatdan kuchli bo'lishini, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, harbiy jihatdan kuchli bo'lishini, madaniyat jihatdan va taraqqiyot jihatdan kuchli bo'lishni talab qiladi. Bu islomning mohiyati bu. Bu islomning butun maqsadlarining taqozosi bu. Shuningdek islom har bir musulmondan vatanni so'yishni, vatanni himoya qilishni, vatanni gullantirishni talab qiladi. Shuning bilan birlikda axloqda, adolatda, insonparvarlikda boshqa millatlarga o'rnak bo'lishni tashabbus qiladi. Bu islomning vatanparvarligi bu. Dunyoda musulmon bo'lgan bilan ammo inson xotirjam yashagani bo'lgan vatan bo'lmasa, islomga amal qilgani bo'lmaydi. İslamның prinsiplariga, ko'rsatmalariga amal qilgan bo'lmaydi. Islomni tatbiq qilgani bo'lmaydi. Musulmondek yashash imkoniyatiga, sharoitiga erisholmaydi. Islomning qimmat qarashi, masalan, erkinlik deydi, o'rlik deydi, adolat deydi, barobarlik deydi, insonparvarlik deydi. Buning hech qanday birisini ishga qo'shgan bo'lmaydi vatan bo'lmasa. Vatan bo'lmasa, davlatni qo'ygan bo'lmaydi. Davlatimiz ham yo'q. Vatan bo'lmasa, hokimiyat, hukumat qo'ygan bo'lmaydi. Hükümet bağımı? Ameliyatı yok. Bu devletinin obrazi, bu hükümetin felsefesi, hükümetin kıymet karışı, bunu mu namayan kıyılmaydı? Vatan olmasa hakimiyet kıyılmaydı. Hakimiyet olmasa bu dinin prensiplerini kıyılmaydı. Ameliyat dünyası da bunu icra kıyılmaydı. Demek bir yerde vatan sevgisi olmayı durup, vatanını kıyılmayı durup, vatan için can vermeyi durup, vatanını canı koşuş kömeyi durup, dinini kıyılmaydı. Kur'an-ı Kerim qaraydigan bo'lsak, Cenab-ı Allah vatan nimetine insanlara, vatan ata qilganligini, tuproq ata qilganlik bir ne'mat. Buni qadrlanglar. Buni qadrini bilinglar deb bizga eskartib o'tdi. Xo'sh. Buni yomon ko'rsatmaydi. Yo'q, buningla ishinglar bo'lmasin demaydi. Bu bir ne'mat, buni qadrini bilinglar dedi. Masalan, Qur'on-i Kerimda va'adallohu allazina amanu va amilus solihat la yastaxlifannahum fil arz kama istakhlafa allazina min qablihim. Ayetning oxiri. Alloh taolo iymon aytgan bo'lsa shaklvozlik qilar emas. Iymonni hayotga bog'lagan, kundalik turmushga bog'lagan, kundalik hayotiningki ko'rsatmas qilgan, haqiqiy ibodat aytgan. Ening kendidan amal solih faqat mas'ul bilan cheklanib qolgan emas, yoki uy bilan cheklanib qolgan emas, jamiyatda, davlatda, siyosatda, axloqda, iqtisodda hamma tarafda yaxshilik qilgan bu odamlarga nima ish qilib berdi o'zi? Birdigan narsa nima bu dunyodagi natija nima dedi? Bu dunyodagi natija nima? La yastaxlifannahum fil arz. Zaminda, tuproqda, vatanda igdorchilik huquqini berdi. O'zi mustaqil hukm qila oladigan, o'zining huquqini, salohiyatini qo'g'day oladigan iqtidor salohiyat berdi. Iymonning natijasi, yaxshi ishning natijasi nega boshlab bordi bo'lsa, mustaqillikka boshlab bordi. Vatanparvarlikka boshlab bordi. Insondek yashashga boshlab bordi. O'zining tuprog'iga, o'zining zaminiga, o'zining vataniga o'zi hokim bo'lib yashashga ilib bordi. Bu ne'matni qadrini bilinglar. Xo'sh.
Bu kadar yeterli menimcha. Allah razı olsun. Şularni qilolmaganligimiz uchun bo'lgan bu fojiani yashab turibdimiz haqiqatan. Hamda shu islom shu vatan tavaligiga nima deydi? Yoki buni bilan qo'shib insonmish bir musulmon o'zining vatanga bo'lgan tavaligini qanday qilish kerak, qanday shakllantirish kerak? Bu bugungi zamonda yoki bu davrda deyil. Bir qism insonlarning nazarida masala paydo qilayotgan yoki xato tushuncha paydo qilayotgan hukmlarning birisi. İslami tavallikmi, milliy tavallikmi, vatan tavallik. Ikki so'qashtirdigan. Bir-biridan zidlashtirdigan. Bu vatan bilan islomni ayirib o'tadigan. Vatan bilan millatni bir-biriga jangga soladigan bir xato hukm, xato bir nazariya davr surgan bir zamonda yashayapmiz. Amaliyat qaraydigan bo'lsak, bu tavallik nayt keng bir doirani o'siyor. Masalan, inson o'ziga tabi. Menga tabi, sizlar o'zlariga tabi. Masalan, inson o'ziga tabi bo'ladi. Ailesiga tabi bo'ladi. Jamiyatiga tabi bo'ladi. Millatiga tabi bo'ladi. Vataniga tabi bo'ladi. Ummatiga tabi bo'ladi. Insoniyat tabi. Buning doirasi keng. Buning hammasi so'qishmaydi. Islom so'qishmaydi. Shaxs o'lisi bilan, jamiyat o'lisi bilan, millat o'lisi bilan, davlat o'lisi, ummat o'lisi bilan, millat o'lisi bilan bir-biri so'qishmaydi. Hammasi bir-birini to'liqlaydi islom. Bir-biri qarshi emas, bir-birisidan zidlashtirib e'tiqoddan chatoq chiqadi. İslami tasavvurdan, İslami ideyadan chatoq chiqadi. Zidlashtirsak. Bu vatan tavalligi demek shaxsning va vatanning ijtimoiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ilmiy jihatdan va boshqa jihatlardan yuksalish uchun, taraqqiy qilish uchun boshqalar bilan hamkorlashish demek. Bir inson vatan tavalligini ifodalasa, men faqat yolg'iz inson, men yolg'iz boshqalarning ishim yo'q desa, hech nima bilan kar yo'q bo'lmaydi. Osmon o'rilib tushsa, o'zidan keyin manfaati joyida bo'lib qolsa, hech nima bilan kar yo'q. Ammo men ma vatanga tava desa, u nimani o'ylaydi? O'zining va shu vatanning manfaatini o'ylaydi. Vatanning ilmiy manfaati, iqtisodiy manfaati, siyosiy manfaati, harbiy manfaati, taraqqiyot manfaati, mustaqillik manfaati, davlat manfaati o'ylash qilish. Bu vatan tavalligining qilib. Vatan tavalligi yo'q odam nega ko'ngil bo'lsin? Kimga ko'ngil bo'lsin? Bu vatan tavalligi intayin muhim, nazik bir mesele. Bu vatan tavalligi insonning hurmatini qo'g'daydigan, insonning izzat dumisini himoya qiladigan, insonning mavjudligini himoya qilgan bir qal'a deyish bo'ldi. Xo'sh. Vatan tavalligi insonning hurmatini qo'g'daydigan, izzat dumisini himoya qiladigan, mavjudlik sen nereden kelgan? Bu dünya nerede tuğulgan, nereden suyunu içip çoğun olgan degan bir mavjudluğun şekillen bir qal'a var. İnsan sırtı bir kıyınçılık düşüp qalsa himayelanish uchun ailesiga, uyga himayelanganda qal'a süpti de vatanning avlodlari vatanning tuprog'iga himoyalan. Buni qal'aning o'rnida ko'rish lozim. Agar biz uning qadrini bilsak, shuni himoya qilsak, qo'g'dayolsak, u biz uchun qal'a. Agar qo'g'dayolmasak, biz uchun zindon bu. Bu vatan İslam'dan bir parçası. Hoş. Bunu kesip enak deyimiz, vatan İslam'dan bir parçası. Osman'a çıkıp bu İslam'ın tatbiqliğini olmaydı. Deniz bilen İslam'ın tatbiqliğini olmaydı. İslam'dan bir parçası. Bu kimlikimizden bir parçası. Meyli milli kimlikimiz olsun, meyli İslami kimlikimiz olsun, onun bir parçası. Vatan, Müslümanların mal mülk, şahsi mal mülk öydükisi olup kalsa, vatan, şu vatan yaşayan barlıq şahslarının mal mülk. Bu vatan İslam diyar. Bu vatan insanınki hürmeti, insanlıktan şerif. Bunun kıymetini, bunun tavalligini bu noktadan iman, itiqadga bağlab düşünüş intayin mühim. Hem de vatanni düşman tatqizib qo'ysak shu. Yoki vatan zoya bo'lib ketgan bo'lsa, unchular deyish ketmaydi vatandan, u nadi ba deyishim. Agar vatan qo'ldan ketsa, vatanni düşman tatqizib qo'ysa, u vaqt nima ish bo'ladi? Din qalamdi. Sharq Turkiston nahpak. Can qalamdi. İzzet obro'y qalamdi. Madaniyat qalamdi. Mal-mulk qalamdi. Hurlik deyli, insonlik deyli, yana bir narsa adolat deyli, qalam hech narsa qolmaydi. Vatan qo'ldan ketdi. Shu vatanni so'yish, vatanni yaxshi ko'rish, vatanning manfaati uchun harakat qilish,
vatanni qo'g'dash uchun xizmat qilish bu e'tiqod nuqtasidan, musulmon nisbatan e'tiqod nuqtasi, axloq nuqtasidan, vatanparvarlik nuqtasidan, insonlik nuqtasidan majburiyat. Gerçi ayrım ayırsakmı, İslami noktada kisp aytalayımız ki vatanni qo'g'dash farz, jihad qilish farz. Bu qolgan nuqtada bilsak hammasi İslami noktada majburiyat, axloq nuqtasidan, vatanparvarlik nuqtasidan, millatparvarlik nuqtasidan, insonlik nuqtasidan bu majburiyat. Mush vatan tava deydigan, birisi o'zini Uyg'ur deydigan, Sharq Turkistonlik deydigan, uning manfaati xizmat qilish, tajovuzga qarshi nafratini bildirish, mustaqillikni qo'lga keltirishga harakat qilish bu iymoniy jihatdan farz. Ortiq tush emas u, majburiyat. Yo'q, qo'shimcha ish emas. Faqat men 5 vaqt namoz o'qisam, pul topsam, hajga borsam, yoki dunyo hayot qilsam, musulmon tugaydigan undagi ish yo'q. U shaxsiy ibodat, ammo bu vatanga qarta mas'uliyat, ijtimoiy mas'uliyat. Kollektiv xarakterlik mas'uliyat, ijtimoiy farz bu. Qo'shimcha bir nafla, sunnat xarakterdagi bir ish emas. Bu yer yani shuni aniq bilish kerakki, qarindoshlarimiz deymizki, islom dini insonlar xotirjam yashaolmaydigan bir vatanda, bir tuproq, bir diyarda meva bermaydi. İnson xotirjam yashaolmaydi. Vatan qo'ldan ketsa xotirjam yashay olmaydi, inson yashaolmaydi. Mahkumlikka tushgan, mustamlikaga, ishg'oliyat ostiga tushib qolgan bir millat xotirjam yashaolmaydi. Xo'sh. İslam dini insonlar xotirjam yashaolmaydigan bir zamanda, bir tuproqda yoki bir vatanda meva bermaydi. Cemiyetke payda yetkazolmaydi. To'g'ri. İslam davati ta'sir ko'rsatmaydi. Bu cemiyetning, bu millatning, bu xalqning ilmiy jihatdan, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan taraqqiy qilishga hissa qo'sholmaydi. İslam yo'l ko'rsatdi, xarit ko'rsatdi. Ammo islom biz uchun urush bermaydi. İslam biz uchun vatanni ozod qilib bermaydi. İslam ozodlik uchun atlandi. Mustaqillik uchun harakatlan, iymoniga yarasha ish qil, musulmonlikga yarasha ish qil. Mush xo'rlik, mush haqorat, mush mahkumlik senga yarasha yo'l ko'rsat. Ammo biz uchun qilishni ko'tarma. Qilishni sen ko'tardi. Qur'onni sen ko'tardi. Mustaqillik uchun atlandi. Erkinlik bo'lmagan vatanda islom mevbermaydi. Mayli shaxsiy bo'lsin, kollektiv bo'lsin, u baxtli, xotirjam bir turmushni ega qila olmaydi. Vatan qo'ldan ketib qolsa. Şu cemiyetning, şu millatning ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy va boshqa taraflardan gullanishiga his qo'shalam, hissim qo'shamaydi. Shunga inson men musulmonda yashasam bo'ldi. Men islomning ko'rsatmalariga amal qilib yashasam bo'ldi. Bir samimiy musulmon bo'lib yashasam bo'ldi desa, buningga pok qalb, sog'lom aql, to'g'ri ideya bilan birlikda yana vatan lazım. Va mening e'tiqodim sog'lom. Aklım joyida, ideyam buzilmaydi. İşim tug diyemeydi. Pak qalb, sog'lom aql, to'g'ri fikr bilan birlikda buning, ya'ni islomni amal qilib yashay olish uchun vatan lazım. Vatan sevgisi bo'lish lazım. Vatanni mudofaa qilish uchun buningga qani bilan, jani bilan, mol mulki bilan, fikri bilan, qalbi bilan mudofaa qilgan ruh lazım. Bo'lmasa ben islom yashashni unda yashamaydi. Uyg'urlarning chet eldagi hayoti qarab boqaylik. Çeçilip ketken hayatı kaldı. Başka millet misal kalmaydı. Vatanimiz koldan ketipti. Özümüz halıgandaki İslam'a yaşayalışımız üçün nemege muhtaç olardınız. Ma qancha persen adam mush ruh bilan, mushxil tuyg'u bilan yashayotgan Uyg'urlarning orasida. Amaliyot nuqtasidan qaraylik. Demak, islom insonning vatan sevgisini, vatanga bo'lgan talpinishni, vatanga bo'lgan tavallikni qo'llamız qo'llaydi. Qadrlamdo'z qadrlaydi. Qarshi chiqamiz yo'q. Qo'llaydi. Islom tarixi qarsak, musulmonlarning hayotiga qarsak, sanoqsiz misollar o'sdi. Xo'sh, xo'sh. Bizning Sharq Turkistonligimiz deyishimiz, Uyg'ur deyishimiz yoki falan yer deyishimiz tabiiy bir ish. Buni hech qanday islom taqshirg'ashi yo'q. Ammo bizda kalla joy bo'lmaganlik uchun islom bilan vatanparvarlikni, islom bilan millatparvarlikni, islom bilan vatan sevgisini bir-bir zidlashtirgan bir xato istixborotninki dushmanlarga o'yinga uchirganlikdan bu oxirgi 15-20 yilga ba'zi ufqumlar mushaga kelib, uningda ilgari Xitoy istixborotiniki bizni vatansiz qoldirish, tar doirada qislash, ongsizlashtirish, do'tlashtirish bu siyosati yoki bu ma'rifi mushkil hukmga akib qo'yadi. Haqiqatan hamda inson hamda hatta hamda islomimiz bilan yashash emas, yani normal, yani milletimiz ichidagi yani
to'liq islom bilan yashamaydiganlarmi, yani bir uyg'urligini saqlab qololmayotdi-da vatanda. Sen o'zingning milliy kimligingni saqlabmi yashamayotsan? Shu vatan bo'lmaganligi uchun. Shu yaqinqi yillarda bilan hatto mush yil Xitoyning chag'andagi ko'rinishlarni butun xalqimiz xabarlardan bari uyg'urlarimizning qaysi suratga keltirilayotganligi hamda o kadar bedbeşir hamda Xitoy o'zining butun madaniyatini tanib. Ya hamda inson o'ylab sayohatchilar vatanga berib ya hiçbir dini ibadet o hammani neri tashlab qo'yib turayli hamda. Sen musulmonmi deb so'rasam, yurakli holatda men musulmon deb javob bermayotdim. Assalomu alaykum desa, va alaykum assalom deb javob berishdan qo'rqaydam de. O shu darajaga tushib qoldiki bu millat. İslamga amal qilmaganlikni. Ya Xitoycha javob bergan gap, ya bo'lmasa Uyg'urcha yaxshimisiz deb olgan gap. Ya shu salomga javob qaytarolmaydigan holga keldik ya. Endi bu yerda islomda shu vatanni qo'g'dash haqida kelgan to'g'riliq dalillardan bir qanchani tilga olib. Vatanni so'yish, vatanni mudofaa qilish, vatanni qo'g'dash, vatanning mustabidlarning hukmronlik qilishidan himoya qilish, bu mintamimiz siyosiy mustabidlar. Xoin sotqunlarningki hokimiyat beshiga chiqish qat'iy yo'l qo'ymaslik. Vatan mustamlik ostida bo'lgan bo'lsa, uni ozod qilish, mustaqillik uchun harakat qilish bu islomning taqozosi. Bu musulmonlarchilikning taqozosi. Islomga amal qilib yashaymansa yo'l mush. Bu vatanparvarlikning taqozosi. İnsanlıkning taqozosi. Bu niyetga, bu xil tuyg'uga, bu xil ruhga, bu xil jihad kelmay turib, men jannatning ochiqishini qo'lamga olaman, yanchqimga olaman desa, u ham xiyolda iborat. İslamga amal qilaman deydi ekan, bu yuqorqi ko'rsatmalar, bu yo'lninki xaritasi shu. İslamda vatan barpo qilish yuqorqi deganimizga asosan davlat qurish islomning qimmat qarashlarini namoyon qilib insonlar adolat berish uchun uni himoya qilish, vatanni va davlatni himoya qilish islomning asosiy va qimmat qarashi hisoblanadi. Ba'zida yo'q, bu 5 vaqt namoz, ro'z, zakat 5 degan bu nereden chiqdi? Bu din bir butun narsa. Bu yuqori deyilgan namoz, zakat, ro'za islomning zohiriy shuarlar. Buni himoya qiladigan, buni qo'g'daydigan, buni tashabbus qiladigan, buni yo'l ochib beradiganga, buni tatbiqlaydiganga birinchi o'lab masjid lazım. Agar dengizga o'rnimiz bo'lib boshqa yer bo'lmay qolib qolsa, qanday namoz o'qiyamiz? Qanday ro'za tutamiz dengizdan shu? Allah bizga tuproqda yashaysan dedi. Zeminda yashaysan dedi. Yashaydigan o'rnimiz shu, vatanimiz shu. Demak, zemin vatan barpo qilish, davlat qurish, hokimiyat sistemasi qurish, uni himoya qilish, qo'g'dash dinimizning yuksak prinsiplar. Bu qo'shimcha bir ish emas. Buning dalili Qur'oni Karimdan bir nechilgan misollarni olaylik. Birinchi qilib misol olsak, Qur'oni Karim vatan degan bu so'zni ba'zan topolmay qolgan bo'lsa Qur'onni izlab, Uyg'ur tarjima qilganlar topolmaydi. Naqs degan nishoni islom tushunmagan. Qur'oni Karim vatan degan so'z balad deb ifodalaydi. Diyor deb ifodalaydi. Qariya, yizo deb ifodalaydi. Shahar deb ifodalaydi. Zimin deb ifodalaydi. Buning hammasi vatan ma'nosida. Qur'oni Karim bu diyorni, bu vatanni himoya qilishni jihad deb atadi. Jihadni islomning eng yuksak prinsipi deb madiladi. Bu vatanni qo'g'dash, tuproqni qo'g'dashning naqadar muhimligi islomda dalilining, Qur'onning dalilining borligini bu yerdan ko'ramiz. Ikkinchi birisi dalil Qur'oni Karimda vatandan ne'mat ekanligi. Vatanning insonning qalbiga qanchalik bir xotirjamlik jihati bir ta'sir ko'rsatadiganligi va islom davrini qanot yaydirishda va islom amalida qanchalik rol o'ynaydiganligi qarta netchilgan dalillar. Xo'sh. Bu dalillarning birisi Qur'oni Karimdagi Alloh taolaning so'zi: "Allazina immakkannahum fil arz aqamus salata va atuz zakata va amaru bil ma'ruf va nahaw anil munkar." Alloh taolo bu oyatda vatanga ega bo'lishni, vatanning qo'lda bo'lishni, vatanga to'liq iqtidorchilik qilishni ibodat bilan bir-biriga bog'ladi. Vatan qo'lingda bo'lsa, vatan siniki bo'lsa, vatanning iqtidorchilik qila olsang, huquq, mustaqillik senda bo'lib qolsa, ibodat qila olasan, e'tiqod qila olasan, yaxshi ishlarni qila olasan, yomon ishlarni to'sa olasan. Bu mening so'zim emas, Allohning kalomi, Allohning so'zi.
Allah bu yerda vatanga igdorchilik qilishni, vatanning mustaqil bo'lishini, musulmonning qo'lida bo'lishini ibodat bilan, e'tiqod qilish bilan, yaxshilarni buyurish bilan, yomonlarni to'sib bir-birisiga bog'liq chetishlik. Demak, bu yerda temkin bo'lmasa, ya'ni vatan bo'lmasa, vatan igdorchilik bo'lmasa, e'tiqod yo'q, ibodat yo'q, amri ma'ruf nahy munkar yo'q degan. Bu oyatninki taqazzosi, oyatning tafsiri, izohati. Demak, bu oyatda zimin boshlangan. Allazi immakanaflas. Zimin bo'lgan chaqda ma ish bor dedi. Oyatda zimin boshlangan. Ziminda ega bo'lgan chaqda, zimin musulmonning qo'lida bo'lgan chaqda endin ibodat qilgan bo'ldi, ey insonlar dedi. Demak, bu yerda vatan bo'lsa, vatan hur bo'lib qolsa, aning keynidan ibodat qilgani, e'tiqod qilgani, insondek yashagani, islomning prinsiplarini himoya qilgan qovdig'ini bo'ldi. Bu oyatninki izohati, tafsir. Yani ikkinchi bir oyat. Ya üçüncü bir oyatda. Allah Taala so'zi va adallahu allazina amanu minkum va amilus solihat la yastaxlifannahum fil ardi. İlgirki sözümüz delil kelgan oyat. Allah Taala iymon etgan va amali solih yaxshilarni qilganlarga va'dasi bor. Yani bizde iman joyida bo'ldi ekan, samimiy iymon bo'ldi ekan, shumuli hamma tarafini o'z ichiga olgan iymon bo'ldi ekan, islomning arkonlarini hayotga bog'lab tatbiq qilgan iymon bo'ldi ekan, aning kendan bu yer amali solih, ilm, ma'rifatning barliq qismlarini insonga foyda yetkazadigan, vatanga foyda yetkazadigan, insoniyatga foyda, millat foyda, ilm, ma'rifatning hammasini o'z ichiga olgan amali solih bo'ldi ekan, masjidni tortib Ayşa'ga kadar bütün ishlarni o'z ichiga olgan amali solih bo'ldi ekan, buning mukofoti nim bo'ladi bo'lsa, igdorchilik qo'llanildi bo'ldi. Igdorchilik uchun birinchisi iymon lozim, e'tiqod lozim, ruh lozim. Enin kendini yo'q iymon etib qo'ydik degan bilan tugmaydi. Bu yerda sharikton lozim. Sharikton lozim buzg'unchilikdan xoli edi. Islohot tarafini apmangan. Ibodatning barliq tarafini o'z ichiga olgan. Mayli nima kasbda ish qilishingdan qat'azar, amali san o'z ichiga olgan bo'lib qolsa, sen zimmiga ega bo'lsan. Bu ilgirki milletlerge o'xshash Allah'ın qilgan va'zi. Endi oyatning davomiga qaraylik. Vali yumakkinannahum dinahum allazi irtada lahum. Bu vatan qo'li kelgandan nima bo'lsa, dininglar ustunlik erishadi. Allah tanlab bergan bu din tamkin olib ustunlik erishadi. Vali yubaddilannahum min ba'di khawfihim. Ilgari ansirash, qo'rqinchli ibodat qilib yashagan bo'lsa, o'zining musulmonlik qimmat qarashini oshkorlanmay bir qiyinchilik yashagan bo'lsa, xotirjam holat keladi. Endi oyatninki taqozzasi qarsak, bu yerga dindagi ustunlikda ilgari nima kelsa, tuproq ustunligi. Tuproq qo'landa bo'lgan chaqda, vatansini qo'landa bo'lgan chaqda, ma dindik ustunlik endin keladi. Dinning shuarlarini, dinning falsafasini, dinning qimmat qarashini men tatbiqlab namoyon qilaman. Inson o'rnak olib ko'rsatmansang, dastlabda buni tatbiqlaydigan bir tuproq lozim, vatan lozim sana dedi. Bu mening so'zim emas, kalomulloh, Allohning so'zi. Demek vatanga ega bo'lish, bu dinning prinsiplarini tatbiqlash, dinning prinsiplarini amaliyat joriy qilishlar bir-biridan ayrilmaydigan hukmga iborat. Bir-birini to'liqlaydigan vatan igdorchiligi, vatanning mustaqilligi bilan ibodat qilish, islomning shuarlarini, ko'rsatmalarini tatbiqlash bir-biridan ayrilmaydigan, balki bir-birini to'liqlaydigan qimmat qilish hukmlardan iborat. Aql qarasaqmi, reallik qarasaqmi, vatan bo'lmasa islomni tatbiqlanib bo'lmaydiganligini ko'rsatib. Uchinchi bir dalil. Innallazina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallazina awu va nasaru ulaika ba'dhum awliya ba'z. Anfal surasi 72-oyat. Bu muhacirlar bilan ansarlar to'g'ri tushgan oyat. Oyatdagi iymon etgan, hijrat qilganlar. Ening kenidan buning qo'shimcha bo'lgan sifati jihad bor. Meli bilan, jani bilan jihad qilganlar Allohning yo'lida. Bular kimlar? Muhacirlar. Ening kenidan muhacir bo'lgan yuqori sifatiga buning bilan birlikda, ya'ni kim bo'lsa vallazina avu va nasar. Bularni qanot ostiga olgan, bular yor yo'lak bo'lgan kimlar desa ansarlar. Ulayka ba'dhum awla, bular bir-biriga egadi. Bir-biri kipil bo'ladi. Iymonining mukammalligidan, xo'sh. E'tiqodining sog'lom ekanligidan,
Bular bir-biriga kipil. Bu oyatdan vatanparvarlik nereden chiqadi? Vatanni kimdan chiqadi? Vallazina avud oyatda. Muhacirlarni qanot ostiga oldi. Qanday qanot ostiga oldi? Osmonga chiqib qanoti qoldimi? Dengizning ishiga ichirib g'arg'a soldim. Ya'ni bu tuproq berdi. Ansarlar ziminning egisi bo'lgan, vatanning egisi bo'lgan ansarlar kelgan muhacirlarga tuproq berdi, vatan berdi. O'ttirdigan yer berdi, yashaydiganga zimin berdi, qanot ostiga oldi. Va uningdan boshqa yana mollari bilan, jonlari bilan nazaru yordam berdi. Bu orqali bular bir-biriga iymonning taqozosi bo'yicha innamal mu'ihva mu'minlar bir-bir qarindosh degan oyatning ko'rsatmasi bir-biriga igi chiqdi. Bir-bir yordam berishdi, bir-birini yaxshi ko'rishdi. Demak, bu yerda muhacirlar bilan ansarlarningki orasida bir qarindoshlik ruhini, mehr muhabbat ruhini, sevgi ruhini, iymoniy qarindoshlik olamini isbotlagan, ifodalagan narsa nima? Vatan. Tuproq zimin. Agar tuproq bermagan bo'lsa, uyga akranmagan bo'lsa, qanot ostiga olinmagan bo'lsa, bu xil fazilatga ansarlar erishmaydi. Biz oyatning burmush davom bor, vaqt munosabati bilan bu vaqtda to'xtalmaymiz. Chunki bu yerda Makka davlat qurilib, odam ehtiyoj bo'lgan vaqtida, qo'g'dashga, jang qilishga odam lozim degan chaqda kagunolmagan bir qism musulmonlar, yo'qman o'chi, melim bati, beg'im bati, manch qavatlik salimat kagunolmaganlar, ular Qur'on karimning boshqa bir ayrim bir hukmi bor. U yordam berish mas'uliyating yo'q ularga. Biz u vaqtda to'xtalmaymiz. Shu vaqt munosabati. Yana bir dalil oxirgi bir qatim Qur'ondan keladigan qatim. Yana Alloh taolo Baqara surasida "Walau anna katabna alayhim an yaqtulu anfusakum aw yukhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum." Agar biz ularga ya o'zingni o'ttiranglar, bu Yahudlar to'g'risida tushgan oyat. Agar biz ular tavba qilishdan shart tutdi. Ya o'zingni o'ttiranglar, ya yurtingda surgun bo'lib chiqib ketinglar deb buni belgilagan bo'lsak, amr qilgan bo'lsak, buni amal qilgan bek ochiq ko'pincha amal qilolmaydi. Ma fa'alu illa qalilun minhum. Bu yerdagi shohid nima, vatan bilan aloqasini nima bu oyatdan olsak, Qur'on Karim bu yerda o'zini o'ttirish bilan vatandan chiqib ketish, ya'ni vatandan surgun bo'lish ikkin tang o'rin qo'yadi. Ya o'zingni o'ttirib tavbangni hal qilinglar, bu yahudlarningki shariatida bor bir hukmdir. Buni bizda yo'q bu. Ya o'zingni o'ttirib tavbangni hal qilinglar, yoki o'zimizni o'ttirmay turib bizning yashashimiz vaqt desanglar, surgun bo'lib ketinglar dedi. Demak, bu yerda vatandan surgun bo'lash, vatanni qo'ldan chiqarib qo'yash o'lim bilan. Bu o'lim bilan barobar. Chunki bu yerda musofirchilikning, muhojirlikning dard alamlari, qiyinchiliklari, uning jafo mushaqqatlari, hasrati, g'urbatini Uyg'urlar qani his qiladi, boshqalarning his qilmaganini Uyg'urlar his qiladi. O'lim bilan tanglaydi vatansizlikni Qur'onga. Bu mening so'zim emas, bu Qur'on kalomulloh, Allohning so'zi. Demak, oxirgi bir shohid sifatida aytgansak, ya'ni bu vatanni qo'g'dash, vatan so'yishning muhimligida payg'ambarimizning hadis bizda aytganlar, ma ozg'in sunnat inkarchilar bu sunnat yo'q degan muhimmasdan garchi nurg'un dalillar bo'lgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom Allohning buyrug'i bilan ko'rsatmasi bilan Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida shunda bir so'zni qilgan. U vaqtda Makka musulmonlarning qo'lida emasdi. Makkaning hokimiyati kofir bir hokimiyatdi. Shu vaqtda payg'ambarimiz Makka dunyodagi eng isil yasandir. Dunyodagi eng so'yimli qalbimga eng so'yimli bo'lgan zimin sendir. Men eng yaxshi ko'rgan tuproq sendir. Agar ma odamlar meni surgun qilmagan bo'lsa, ya'ni meni chiqarib etmagan bo'lsa, men besim qilmagan bo'lsa, siyosiy jihatdan zulm qilmagan bo'lsa, men sen chiqib ketmayman. Bugun kunlikda Makkaga berib qaragan hojimlar olsun va umr qiyishlar bo'lib qolsin, Madinada silish turgancha tuproq yashash jihatdan Madinaning istilligini emas biladi. Makkada tog'liq zaminda to'g'dak bijiq bilan haramni hisob qilmagancha bidasi yo'q, tog'dan boshqa ba'zi o'tloqdan ta'yin yo'q, dal-daraxtdan tuzuk ta'yin yo'q. Bugun qadar. Lekin inson tug'ilgan bir zamin bo'lib bilan Allohning irodasidan boshqa Ka'bani o'rnashtirgan, undan boshqa inson tug'ilgan zamin bo'lish e'tibori bilan garchi kambag'al bo'lsin, oddiy bo'lgan bo'lsa-mi, har isil sarayli bo'lgan, qavat-qavat binolar bo'lgan, lift bilan yashaydigan tuproqdan insonning o'zining toshliq, to'pliq bo'lgan tuproqqa yaxshi. Mercedes mashinasidan, ya'ni ish qarovusi bilan Vespa yaxshi o'rlik bo'lib qolsin.
Buni tushunamiz. Payg'ambarimiz Makkadan chiqib ketgan vaqtda bo'lgan deb bo'lib, takror keyin qaragan. Hasrat ichida. Allohning buyrug'iga payg'ambar. Lekin bu insonning xarakterida bor, yeb ichadigan o'xshaydi bir xarakterda bor masala bo'lgan bo'yicha payg'ambarimiz Makkadan chiqib takror o'zining vataniga qachon ko'raman deb hasrat bilan takror qaragan. Shu vaqtda Jibril alayhisalom Alloh taolo vahiy aytishi İnnellezi ferada aleykil Kur'an'la radu ilakmen. Ma'ad. Bu Kur'an'da sen nazil kılgan Cenab-ı Allah. Bu kainatın ilgisi var. Bu dünyanın ilgisi var. Hazır sen bir yer çıkıp ketken bolsan, sürgün kılgan bolsan, vatan senin kolağından ketken bolsa, Allah Teala sana bu fırsatını kaytıp verdi. Bu peygamberimiz bilen başka insanların elbette hüküm farklı. Vatanın gel kayıt sen. Allah seni kayıtırış kadirde peygamberimiz teselli ver. Gerçi bizge unda bir ayetler nazil olmagan bolsun mu? Yani vatanımız kayıt alaydıgan imanımız bo'lishi lazım. Bizde iman bo'ladigan, iroda bo'ladigan, ümit bo'ladigan bu tuyg'uni yo'qotmaslik lazım. To'g'ri. Çünkü bu kainatning egisi var. Bu dunyoning egisi var. Bu dunyoda Alloh taolo kun fayakun. Allohning hukmi bo'yicha bo'ldigan chog'da bo'ladi. Tadbir Allohning. İnsanlar uni qildi, buni qildi, lekin eng yuksak kuch, eng yuksak tadbir Allohningki tadbir. Mana bulardan vatanni so'yish, vatan tavalligini ifodalash, vatanni qo'g'dashninki islomda yo'lliq ekanligi, islomning maqsadlarini qatori ekanligini bu oyat va hadis shariflardan ko'rib olgani bo'ldi. Xo'sh. Alloh razı olsun, ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan nihoyat muhim nuqtalar tilga elindi. Boshqa so'z qilishning hojati yo'q deb qarayman. İnşallah pat fursatda Rabbimiz şu aziz vatanimizga beşimiz tik holatda qaytishga, bu tajovuzchilarningki yer yuzida eng vahshiy haddidlashayotgan bu tajovuzchilarni har holatda vatanimizdan qo'g'lab chiqarishga fursat berishini Rabbimizdan tilaymiz. Tilash bilan qolmaymiz. Shu fursatni, shu natijani Rabbimizning bizga ato qilishiga loyiq insonlardan bo'lishga butun dunyodagi xalqimiz majbur. Shundoq tirishsak, chuqur Rabbimiz uningga bizni yetkazadi deb. Buningga iymonimiz komil. Alloh subhanahu va taolo umr va soatdagi programmamizni ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء